Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Deganda hech kim haligi olmaydi, bilasizlar? Olish kerak. Ham farz, ham qarz degan so'z shu salomga aytilganda, namoz, salomga alik olish, Allohning buyruqlari ham farz, ham qilmasak qarz bo'lib qoladi bu. Shuning uchun alik olish kerak. Salomga alik olish nafil ro'zadan ustun turadi, do'ppi kiyishdan ustun turadi maqomida. Chunki Alloh Qur'onda salom bersa alik olinglar degan. Mana shu narsaga e'tiborsizlik qilmaslik kerak. To'ylarda, potalarda, shu jamoat joylarida salom berib kirsa, xush kelibsizlar, kelinglar deb turishaveradi. İşte turgan hamma gunohkor bo'lib qoladi. Salom bersa albatta alik olish kerak. Bularda aqiqalarini, ihsonlarini Alloh ulug' dargohiga qabul qilsin, o'zi rozi bo'lsin, ko'pgina savob bersin. Bolalarini rohatini ko'rsinlar, yaxshi bola bo'lsin. Ko'chadan farzand ikkita narsa olib kirar ekanda uyga bittasi oltinga. Ummatga xizmat faqat qorakali bilan bo'lmaydi. Ummatga xizmat, halol mehnatda lider bo'lib, odamlarga foydasi tegadigan ish bu ibodat kasb hisoblanadi. Chunki musulmon jamiyatga hamma yo'nalish kerak. O'shaning uchun musulmonlar hamma yo'nalishda o'zidan lider chiqarmasa, musulmonlar dunyoda birovlarning qo'liga qarab, qo'rqib yashaydigan bo'lib qoladi. Mana shu narsalarga jiddiy e'tibor berish kerak. Payg'ambar alayhissalom davrlarida ham alohida sarkarda sahobalar, urushish strategiyasini biladigan sahobalar bilan Rasululloh alohida suhbat qilardilar. Va ularning gaplarini qabul qilardilar, olardilar. Shulardan bittasi Salmon al-Farsiy Handaq jangida chuqur ko'ylashni Rasulullohga maslahat bergan. Rasululloh birga tushib, o'zlari chuqur ko'ylaganlar. Men payg'ambar maqol o'rgatma demaganlarda. Chunki ilm kimda, ilm hammada bo'ladi. Katta olim imom bo'lsa, u hadisdan, Qur'ondan olim, iqtisoddan olim emas, meditsinadan olim emas. Masjidda qurilish bo'lsa, arxitektorga aql o'rgatishga haqqi yo'q. İmomdir. Lekin mana uni shaklini bunday qilib bering, to'g'ratxonani bunday qilib bering deyish mumkin. Lekin uni qanday qurilish baquvvat bo'lishiga imom aralasha olmaydi. Nimaga? Chunki u madrasada arxitekturani o'qimaganda, hadis o'qigan, Qur'on o'qigan, tafsir o'qigan. Bir joy og'risa, borib olib doktorga aqllilik qilib qilinmaydi. Nimaga? Chunki bizga madrasada meditsina o'qitilmaganda, uni medinstitutda o'qiganlar biladi kimni qanday lecheniya qilishni. Endi diniy sohada sizlar endi bizga aralashmasliklaring kerak. Chunki sizlar bizda o'qimagansizlar. Tan olsangiz ham olmasangiz ham. Chunki madrasada o'qiganmiz, madrasada din chuqurroq o'qitiladi. Ikkita madrasada o'qiganmiz. Qur'on nima va undagi hukmlar, hadis nima va undagi hukmlar, mana marosim, buni qanday o'tkazish. Domlaga kelib bilimdonlik qilmaslik kerak-da. Kim bo'lsin? Biladi o'z domla nimani qanaqa qilish. Buni aqib qo'ying, buni aqib qo'ying deb diniy yo'nalishda aralashmaslik. Chunki masalan, o'z masjid jamoatga ma'ruza kerak. Nimaga? Chunki xalqimiz alhamdulillah 94-95% musulmon xalqimizda, statistik ma'lumot shu. 4%, 5%, 6% atrofida boshqa din egalari ham bor. Chunki O'zbekistonda 16 xil din egalari bor. 135 xil millat bor. 38 milliondan oshdi aholi soni bor. Endi shu 38 millionning ichida 94-95% musulmonlar hisoblanadi. Deyarli hamma atlashinelarimiz musulmonlar bilan deyarli. Xalqimiz dinga chanqoq,
xalqimizga dinda to'g'ri ma'lumot kerak. Agar noto'g'ri o'rganib, noto'g'ri amal qilib qo'ysa, Xudo saqlasin, qattiq adashib qoladi. Shu adashib oramizda ko'p bo'linishlar bo'lib ketdi mustaqillikning boshida. Sabab endi mustaqil bo'luvdik, hali diniy vaziyatni hech kim tushunmas edi. Soqol qo'yib do'ppi kiyib kelsa, bu dindor deb qarashavergan. Qur'onni baqirib o'qib bersa, u qoraka deyishavergan. Birinchi bo'lib vahobiylar kirib kelgan, keyin Hizbut kirib keldi, keyin Akromiy kirib keldi, keyin Turkiyadan nurchilar kirib keldi. Hali o'rganilinmagan, sabab mustaqil bo'lganimizda o'zimizni o'zimiz ovor edik. Iqtisod sabab biz nolda qolib ketdik. Hatto xalqqa 2 kunga ham yetmaydigan darajada bug'doy darajada oz qolgani. Shu bilan og'rib qolganda rahbarlar, tizim shu bilan og'rib qolgan. Bu narsalarga uncha e'tibor berilmaganligi uchun kirib kelganda shunaqa mustaqillikning boshi shu 4 ta oqim kirib keldi. Keyin qolganlar o'zbekcha namoz o'qiydiganlar kirib keldi, ma'rifatchi deydi. Keyin shohidiya deganlar kirib keldi. O'ladi, yuvmaydi, shu usti bilan ko'madi ular. Hozir yo'qib ketgandir, shu bor edi. Nimaga desa, bizi yo'limizda o'lgan shahid deydi. Shahid yuvilmaydi, kafallanmaydi deydi. Shu darajada to'qo'ydi. Keyin qora salla deganlari chiqqan. Xullas chiqib ketdi shunaqalar. Keyin tushunib mana hozir zo'r yo'lga tushdi. Tizim, mazhab nima, bemazhablik nima, nima to'g'ri, nima noto'g'ri ham anglandi. Shu oqimlar juda ko'pi deyarli yo'qib ketdi. Bori ham iloji yo'q, faoliyatini yurg'izolmay qoldi. Ilohim yurg'izolmasin. Sabab oralarimizda ko'p kelishmovchilik bo'lib ketib qoldi-da. Mustaqillikning boshidan qabristonlarga kirib vahobiylar qabr ustidagi toshlarni, kuvallalarni buzib chiqishgan. Din bunaqa qilinmaydi-da. Tasavvur qiling, qabristonga kelyapsiz, men sizni onangiz yo dadangiz qabriga ustiga tushunmasdan tosh qildirgansiz. Men shuni buzyapman. Yo, men kiryapman, siz buzyapsiz. Men misol o'sha sal johiliyat o'qimagan davrimizda o'sha paytlar o'shnaqa edi. Chunki 93, 92, 94dan 96-yil o'qishga ketganman-da. Agar o'qishimdan oldin bir qarindoshimni qabrini shuna buzayotgan bo'lsa, o'zi ko'mib qo'yardim-da men, to'g'risi. U unaqa qilinmaydi. Chunki din bunaqa tarqatilmaganda, chunki Rasululloh alayhissalom Oysha onamiz hadislari bor. Odam bolasiga qo'l ko'tarmaganlar. Urushmaganlar-da. O'sha payg'ambar alayhissalomdan bizga qolgan 4 ta 5 ta amalni bilib olib, shunga amal qilib yuraveramiz-da. Payg'ambarimizdan bizga faqat soqol qolmagan-da akalar. Faqat do'ppi qolmagan, faqat salla qolmagan Rasulullohdan. Birov bilan urushmaslik qolgan. Birovga so'kinmaslik qolgan. Rasululloh 63 yil yashagan bo'lsalar, hatto yoshliklarida ham so'kinmagan ekanlar. 63 yil yolg'on gapirmagan ekanlar. Shuning uchun Muhammad Amin, omonatdor, to'g'ri so'z, birovni aldamaydigan Muhammad deb payg'ambarliklardan avval mushriklar qo'ygan bu taxallusni. Tan berib olgan. Payg'ambar bo'lishlaridan avval biznesmen bo'lganlar, qo'y boqqanlar. O'sha davrda boylardan bittasi Xadicha degan ayolni biznesini yurg'izganlar. Shu buxgalteriyalari zo'r bo'lgan, hisob kitoblari zo'r bo'lgan, omonatdorlik, halollik chotki bo'lgan. Shuning uchun Muhammad Amin deb mushriklar shuni degan Rasululloh. Payg'ambarlikdan avvalan tan berdirib olganlar. Mana shu qoldi bizga, ya'ni omonatdorlik qolgan Rasulullohdan. Boshda do'ppi, xiyonat, jog'da soqol, og'izda inayni, duyini. Jog'da soqol, og'izda nos, jog'da soqol, qo'lda sigaret, jog'da soqol, kalyan, g'iybat. Bu to'g'ri kelmaydi.
Rasulullohdan qoldi deb Rasulullohdan mana hozir peshin o'qidik, avval 4, keyin 2 rakat sunnat. Shu qolgan yo'q faqat Rasulullohdan. Payg'ambar alayhissalomning hayotlarini o'rgansangiz, birorta odamni tiyin pulini yemaganlar. Tiyin pulini nohaq yemaganlar. Ha bu nima bu? Bu halollikda. Bugun birovni haqqini bermay yurganda adashmasam bir 70% hoji. Hojiga qo'ya, hoji bo'lmay o'l. Hoji bo'lmay o'lsan. To'g'ri gapda. Nima hojisan? Hojiga da'va harom bo'lib, birovni haqqini yeydi. Din faqat unaqa namoz yo faqat ro'za emas-ku, Qur'on 30 pora, hadis 100 mingdan oshiq hadis. Bizga faqat tahoratni gapirmaydi, akalar, faqat g'usulni yo faqat zikrni gapirmaydi. O'sha zikr qilgan og'zing so'kinmasin deydi. O'sha Qur'on o'qigan og'zing g'iybat qilmasin. O'sha tasbih o'girgan qo'ling chakapor otmasin, karta chilamasin, sigaret ushamasin, nos ushamasin, birovga tarsaki urmasin. Bu qo'l tasbih ham o'girursa, tarsaki ham urursa, karta ham chilaversa, nima bu shakaroqda bu? Musulmonning qo'li, a'zolari, o'zi, qalbi, tashi musulmon bo'lishi kerak. Faqat qayerda, qaysidir joyda, qaysidir vaziyatda emasda. Mana hozir peshin o'qidik. Boring yana 10 minut, 7 minut o'qib qo'ysa bo'ladi peshin. Ish zarur bo'lsa 10 rakatni 5 minut o'qisa ham bo'ladi. Alhamdulillah o'qiverasiz, 5 minut o'qisa bo'ladi. Masjidda endi 5-10 minut ketadi, 10-15 minut. Ha biz faqat jay namozi ustida musulmon emasmizki, mana hozir 1da peshin bo'lsa, guruh yog'ganda 4da asr deylik. Orada 3 soat nima musulmon bo'lmaymizmi biz? Mana hozir mana asrgacha bor ham. Jay namozi ustida jay avliyomiz hammamiz. Mana namoz tugadi asrgacha. Mana shu oralig'ida munofiq fosiq ajraydi. Mana shu oralig'ida. Namozni ajratib bo'lmaydi. Endi jumaga kirib, ma'lum fosiq, ma'lum munofiq, ma'lum musulmon deb ajratib bo'lmaydi. Qachon ajratsa bo'ladi? Namoz tugagandan keyin ajratsa bo'ladi. Qachon ajratsa bo'ladi desa, munofiq, fosiq namozdan keyingina musulmonligi to'xtab qoladi. Qandoq to'xtaydi desangiz, yolg'on gapiradi, aldaydi, birovlarni ayoliga go'layadi, kibr qiladi, kazovchilik qilib, chaqimchilik qiladi, so'kinadi, birovning haqqini yeydi. Liboy narsani qilib ketaveradi. Qilib deydi, asr o'qdi deydi, asr o'qiydi. Tugashiga yana shomgacha o'sha eski tos, eski tog'ara yomon ishini qiladi, shom bo'pti deydi. Musulmonchi bomdodda o'qiydi, peshingacha Xudo harom qilgan ishlarni qilmaydi, g'iybat qilmaydi va qildirmaydi. Taskelib ayol kishiga o'xshab chaynalsa, o'ch oshna deydi. Yo ro'mol o'rog'i keyin gapirdi. Erkak bo'lsang gapirma, o'sha erkaklik. Ovoz do'ng'illagan erkak bo'lib qolavermaydi, molda ham ovoz do'ng'illagan bo'ladi. Ro'mol o'ra yo g'iybat qil, yo o'ramasang endi gapirma o'sha. Musulmon bo'lsang g'iybat qilma. Musulmon erkak hech qachon birovning orqasidan gapirmaydi. Bor lo'piga gapir. Mana telefon qil, chaynalma bitta xotin kishi o'xshab. Deydi musulmonlar. O'zi ham gapirmaydi, birovga ham gapirtirmaydi. Ana o'sha odamni erkak desa bo'ladi, musulmon desa bo'ladi. Namozga o'tirib olib, ana unaqa, mana bunaqa deb. Endi xotinlarni mayda gapga uchraydi ko'proq endi. Endi biz erkak Alloh Qur'onda rijol deganda qavvamuna ala niso deydi. Erkaklar ayollardan sal urvini balandroq deydi. Haq-huquqda bas. Bizda shunaqangi narsalar borki, ayollarda yo'q narsalar bizda borda. Boshqaruvlik, himoya qilish, uyda bitta narsa qaror qabul qilishda uydagi hammadan ko'ra uydagi erkak zo'r qaror qabul qilish kerak. Xotin ham, qizimiz ham, bolamiz ham tan berib olish kerak biz qabul qilgan qarorimizga.
Shunisi bilan erkakmiz-da, nikohimizga olgan ayolimiz Allohning omonati, uni hamma uni qilib berishimiz kerak. Shunisi bilan erkakmiz. Eshik taqillasa biz chiqishimiz kerak. Hozir uyni taqillasa xotiniga chiqib yo'q deb qo'ydi. Shu bolalarni men misol shunaqa o'rtog'im bo'lsa, oshdan haydab yuboraman. Kelmaysan oshga deydi. Kesin qara deydi, yomon qilaman deydi. Chunki erkak bassan san deydi. Biz erkaklar bilan oshaymiz deydi. Deganman va deyman. Erkak bo'lsa nimaga o'zi shikalik qilib xotiniga yo'q deb qo'y deydi, yo unaqa deydi, bunaqa deydi. To'layapti bunaqalar hozir. Yana ko'chaga chiqib karillaydi, erkakman, mujikman. Qanaqa mujiksan sen? Bizga dinimiz ayollarga ayollikni, erkaklarga erkaklikni o'rgatadi-da. Din marosimni tushunmaylar-da. Ha, mavlud o'qitish, ha, xatm qilish, ha, xatmi Qur'on, ha, ihson, din bu emas. Alloh Qur'onni marosimda o'qiysan deb tushirmagan. O'qisa bo'ladi, eshitsa, o'qisa bo'ladi, savob bo'ladi, to'g'ri. Lekin o'qib eshitib ketaversak, lekin Alloh aytgan narsalarga amal qilmasak, qiyomatda bu Qur'on payg'ambarimizning gaplari bor, al-Qur'anul laka aw alayka. Qur'on seni foydangga hujjat bo'lishi mumkin, Qur'on seni zararingga hujjat bo'lishi mumkin. Prosta tak o'qib, o'rganib, o'qitib, eshitib ketavergan, Xudo meni qil degan, qilmagan, qilma degan, qilgan, qiyomatda bu Qur'on jahannamga olib ketib qoladi. Gohida qonunlar bizni himoya qiladi. Gohida qonun bizni qamaydi. Qachon qonunga amal qilmasak, qonun bizni qamaydi. Qonunga amal qilsak, qonun bizni sud zalidan ozod qilib beradi. Ko'p edi. Qur'on do'zaxga olib ketishi mumkin. Qur'on jannatga olib ketishi mumkin. Qachon? Masalan, Xudo hasadni harom qilgan. Hasad arabiy so'z bo'lib, o'zbek tilida ko'rolmaslik, kuykanaylik degan ma'noni anglatadi. Musulmon bo'lib, hamma zo'r Ramazon oyida ro'zalar, nafl ro'zalar, Qur'on eshitganda likkillab o'tirishlar bo'lsa-yu, ichi gniyda balchiq, hasadga odam bo'lsa, Xudo biladi-ku hammani qalbini baribir. Biz imom, domla, soqol, do'ppi bor bo'lgan bilan qalbimiz qanaqa Alloh juda yaxshi biladi bizni. Sizni ham biladi. Ana endi hasadi bormi? Bo'ldi. U kim bo'lsa ham Xudo yomon ko'raveradi. Nimaga Xudo bilib turadi? Alimun bi zati sudur. Men qalbingni bilaman. Bu odamlar bir-birimizga xudojo'y ko'rinish ishtama emas. Odamlar o'zini xudojo'y bir qanaqadir yaxshi odam qilib ko'rsatib, taqvodor, odobli, mana bu yerda hozir nima qilamiz? Asl basharani ba'zi birlarimiz ko'rsatsa sharmanda bo'ladi. Ovqatlanishda, qiliqda iloji yo'q, zo'r o'tiriladi ramkada. Samimiy bo'lsak, u nur ustida. Haligi odamlar ichida nima hozir mansilarni ishlaydi, agar o'shanaqa yaxshi odam bo'lmasam, iloji bir soat o'tiraman, o'zimni xudojo'y qilib ko'rsatish emasda. Lekin Alloh taolo qalbni biladi, hamma yo'qni biladi Alloh taolo. Shuning uchun dinda amallarni qilish bilan birga boshqa bir musulmonning yutug'iga kuymaslik kerak. Chunki hasad go'yda Alloh yomon ko'radi. Imom bo'lsa ham yomon ko'radi. Qoraka bo'lsa ham yomon ko'radi. Bu qoraka u imom degani bo'ldi, u kishi zo'r odam degani emas. Zo'r odam bo'lish uchun mana men 25 yildan beri imomman. Yaxshi bo'lish uchun mayadagi hasad, yolg'on, aldov, kibr, chaqimchilik, shunga o'xshagan narsalarni men qilmasligim kerak. Keyin bu o'sha aytilgan Qur'onga amal qildi, keyin yaxshi odam bo'ladi. Chunki Qur'onga amal qilsa, kirakash ham yaxshi odam bo'laveradi, qassob ham, suvachig ham, po'g'ir ham. Faqat imom yo qoraka bo'lsang, keyin jannatga kirasan degan joy yo'q-da. Yaxshi odam bo'lish uchun birinchidan qoraka bo'lish shart emas. Yo hajjaka bo'lish shart emas-da. Chunki sahobalar ham 124 ming atrofida sahoba bo'lgan, qorilar 100 taga yetib bormagan. Qolganlar biznesmen, hunarmand, shunaqa odamlar bo'lgan. Qori 100 taga bormagan.
Ularni ixlosi yo'qmi? Ularni ixlosi planetaga sig'maydi sahobalar. Radiyallohu anhum ular. Ulardan Alloh rozi bo'lgan ularni. Ularda Qur'onga bo'lgan muhabbatni bitta cho'l bo'lsa, cho'lchalik, qumichalik ularning muhabbati bo'lsa, bizni o'shaningdek bir dona qumchalik muhabbatimiz bor Qur'onga. Solishtiraman siz shunaqa. Lekin o'sha vaziyat, ish, oila, biznes, ro'zg'or deb sabab bo'lib xor bo'lishalmadi. Biz ham shu mana bu so'z bilan qori basmiz. Chunki ilm o'qiganmiz, uni tafsirini o'qiganmiz, shu sabab bo'lib dangasaligini bilmay, ular qori bo'lolmaganman gap qisqasi. Qori bo'lolmaslik gunoh bas lekin. Lekin Qur'onga amal qilish libboy odamni, karisni ham, yaqinni ham, lo'lini ham, boyni ham, kambag'alni ham jannatga olib kirib ketadi. Agar amal qilmasak boru, imom domlani ham do'zaxga olib kirib ketadi. Tasavvur mana imom assalomu alaykum deb ixlos bilan kelyapti. Siz bir tiyinga ko'rsam, kibr harom-ku. Xudo nakalingdan o'tkazib yuboradi-yu mana. Nima u imom bo'lsa, hurmat qilsin. Nima u hoji bo'lsa, nima u shoqibon hoji. Kim aytdi hoji to'rida o'tiradi yo hoji faqat hoji duo qiladi. O'zidan kattadan oldida yuradi, va orqaga ketish kerak. Dadangdan kattalar ketadi, va orqaga ketish kerak. Chunki hadislarda bu odoblar aytilganda o'pshi aytilgan. Man lam yarham sagirana va lam yuqir kabirana falaysa minna. Kim go'daylarga rahim qilmasa, kattalarni hurmat qilmasa, bizdan bas degan. Bu tamom. Hoji 50 yashar, 80 yashar. O'zi bolam men sekin yuraman, onliga o'taymiz boshqa masala. Lekin mensimaslikni onliga o'tib ketsa, Xudo xorlaydi-da. Shuning uchun Alloh Qur'onda ba'ziga amal qilib, ba'zini qoldirasizlarmi degan Allohimizning so'zi bor-da. Chunki to'laqonlik amal qilish kerak. Mana Alloh buyurgan namozni o'qiyapmizmi, akalar? G'iybat qilmasligimiz kerak. Alloh buyurgan ro'zani tutyapmizmi? Harom emaslik kerak. Alloh buyurgan zakotni beryapmizmi? Qo'shnilar bilan yomon munosabatda bo'lmaslik kerak. Mahallalar toraytirmaslik kerak. Mahallani toraytirish eng katta gunohi kabira harom. Rishvotga qo'ygan kimdirlar, harom bu narsa bu. Mutlaq mumkin emas. Qilmasin eshigini tayinli rishvotga. Ko'chani toraytirib, xohlagandek narsa ekadi mumkin emas. Ekin chiroyli qiling, xalaqit qilmasin. Chunki savob ish halol yo'l bilan bo'lishi kerak. Rishvotga qilib o'rab oldimi, belgilangan joydan oshiqcha joyni o'ziniki qilib olganga Allohning la'nati yog'iladi. Qilmasin. Xo'jayinchilik qilsa qo'shnisiligini olsin, $200,000 beradi. O'sha yerda buzib rishvotga qiladimi, mol boqadimi? Ana ishni qilsin. Musulmonchilik shu-da, musulmonchilik Payg'ambar alayhisalom musulmonning shablonini, andozasini aytganlarida ikkita narsani aytganlar, tilidan va qo'lidan ozor topmasin. Bu nima degani? Sharhida musulmonman degan insondan yomon ish chiqmasin. Musulmonman degan insondan boshqa shaxslar zarar ko'rmasin. Nima bilan? Bu farqi yo'q. Mashinada changga o'tmas odamlar bor. Noto'g'ri qo'yib, yo'lni toraytirib odamlarga muammo qilmasin. Kechpay baqir-chaqir qilib odamlarga uyqusini buzmasin. Eshikni tayinli shutga qilmasin. Fura minib eshikdagi fura qo'yib ko'chani toraytirmasin. Uyini devorini buzib furaga joy qilib eshikka olib kirib qo'ysin. Bo'lmasa minmasin. Bu o'zini problemasi. Fura mindimi bizni ko'chani toraytirmasin. Borib garajga qo'ysin. Bo'lsa yig'ishtirsin ishini. Boshqa ishchi. Qassobni soyga, ariqqa axlatlarni oqizmasin. Bugun juda ko'p qassoblarda bor bu narsa. Bu chiqindilar ariq oqizadi. Bu yaxshi emas-da bu.
Musulmonchilik deganda faqat namoz yo bir to'yda ikkita qorin olib kelib Qur'on o'qitib qo'yish deb tushunmaylik-da. Masalan, bitta qori vaylul lil mutaffifin allazina idza iktalu alan nasi yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun degan Allohning kalomidagi oyatni zo'r o'qisa yoqib ohangiga tebranaveramizda. Lekin u tebranadigan oyat emas bu. Bu jim o'chib qoladigan oyat bu. Bitta nuqtaga qarab o'ylanib qoladigan oyat bu. Ama tebranib eshitadi. O'sha anaqa oyatlarga tebranyapti, u ashulagan tebranadigan odam bor. U Qur'onga emas, ohangga tebranyapti u. Chunki Alloh bitta aldab yolg'on gapirib savdo qilganga do'zaxi bo'lsin deb tursa biz tebranamiz bunga. Yoki favaylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un va yamna'un al-ma'un degan oyatni o'qisa tebranadigan oyat emas bu. Shunday namozxonlarga do'zax bo'lsinki deyapti. Ular namoz o'qiydilar, lekin namozlarni kechiktirib o'qiydilar. Bomdod qazo qilgan odam bu oyatga tebranadimi? Va umuman peshonasi sajda ko'rmaydigan odam bu oyatga tebranadigan oyat emas bu. Allazina hum yura'un birovlar uchun, riyo uchun, xo'ja ko'rsinga, publikaga yaxshi amal qiladiganlarga do'zax bo'lsin deb tursa tebranadigan narsa bu. Qilayotgan amallarimiz xolismi degan savol bor hali. U qiyomatda hal bo'ladi. Hali nimaga hojga bordik, nimaga salla kiydik, nimaga do'ppi kiydik, nimaga soqol qo'ydik, nimaga mo'toriga o'tirdik. Hammasi hal bo'ladi. Nimaga masjidga minora qurib berdik, gilam solib berdik, lustrayni berdik. Hali nimaga ilganimiz, nimaga qilganimiz qiyomatda bilinadi. Chunki riyo bu qalb ichida, qalbda bo'ladi-da, buni hech kim bilmaydi. Birov ko'rsinga qildimi, bu riyo bo'lib qolaveradi. U minora tugul masjid qurib bermaydimi? U yomon narsa. Va shunaqalarga azob bo'lsin deb tursa, u tebranadigan oyat emas-da. Yoki vayamna'unal ma'un bu juda ko'pimizda uchraydi bu. Mashina uydagi ayollarimizga ham qattiq tayyorlaylik. U nima desalaring, odamlar odatda bir-biridan so'rab ishlatadigan narsalarni qo'ni-qo'shnisi odamlar so'raganda bo'p turib qizg'onganlarga do'zax bo'lsin deyapti Xudo. Odatda so'raladi, mont qozon, kamgir, tarilka, to'rtta tuxum, ikkita non, misol to'rtta kartoshka, tuz, retsepet, ketmon, kurak, lapatka, shu odatda so'raladigan narsa. Noodatiy narsalar, mashinangizni berib turingsa, bermaysiz bo'laveradi. Buni ta'rifi shuki, shu olgan narsasiga zarar yetsa, u ham malollanmay to'la beradigan bo'lsa, siz ham qo'shni xijolat qilmang. Halol kevolaman o'zim deydigan summali narsalarimiz. Ketmonni sopsangiz hech nima emas-da. Mont qozon yo'qolib qolsa ham hech nima emas. 50 dollarga zo'r mont qozon beradi. Yo bilsapet, yo to'rtta tuxum. Misolda, lekin spalningizni berib turing desa, u beradigan narsa emas. Yo mashina, yo qimmatbaho. U ham yo'qotib sindirib qo'ysa, u ham malollanadi, bizga ham malol bo'ladi. Lekin odatiy narsalarda aravacha, ketmon, kurak, bu narsalarni so'rasa, bo'p turib bermagan. Va yamna'unal ma'un. O'shani olasalaring o'zbekcha tafsirini olib o'qib oling. Jahannam bo'lsin deydi. Bu tebranadigan oyat emas. Kim so'rasa bo'p turib, ber, olib chiqib ber deyapti. Yo'q deb qo'y, ishlatyapti deb qo'y. Yo'q, ufdu, hali so'raversin. Xudo sizni so'ramaydigan qilib qo'ydi-ku, beradigan qilib qo'ydi-ku. Uni o'rniga sizni qo'yib qo'ysa nima bo'ladi? Bizni qo'yib qo'ysa nima bo'ladi? Biz o'shani so'raydigan bo'lsak nima bo'ladi? Xudo uni so'raydigan, alhamdulillah, bering, tayyor savob. Bittasi ashnalikda qo'shnisini 20 yildan oshdi, to'yib ketgan ekan, 20 yildan men mont qozon so'raydi deydi. Navri kitob qo'ying ekandan, bittasini eminlash qo'shni uchun olib qo'ying dedi. U ham endi olmas ekan deydi. Nima demoqchiman? Mana shunaqa Qur'onda eshitib ketavermaslik, namoz o'qi degan Xudo. Zakot ber degan.
xotining ashiruhunna bil ma'ruf, xotining bilan ayollaring bilan chiroyli munosabatda bo'l degan. Maqtanchoq bo'lma degan. Alloh Qur'onda men maqtanchoqni yomon ko'raman deydi. Xo'p, ota-onangga yaxshilik qil degani xafa qilma, do'q qilma, baqirma degan deydi. O'zbekcha tarjima qilsangiz, kayf qilma degan o'sha xomir so'zi keladi, o'sha kayf qilma degan o'sha. Sehrga, ya'ni folbinga borma, badaningga nakolka tizma, o'g'irlik qilma, halol ye, qimor o'ynama, o'zing halokatga tashlama. Bu nima degani? Zararli, nos, sigaret shunga tushadi. Mana kalyan, elektron sigaret, organizm uchun zarar narsalar shu oyatga tushadi. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati degan Qur'onda so'z keladi. O'zing halokatga tashlama. Mana shu sigaret, nos, halokat. Qur'onda bormi deydiganlarga bor. Nos, sigaret, psixotrop tabletga yoki shampan yo marixuana degan so'zlar yo'q Qur'onda. Lekin o'pshi bitta aytildi. Xomir. Kullu muskirin xomir degan hadis bor. Nima mast qilsa, u xomir degan Rasululloh. Geri kiradi shunga, dasha kiradi. Mast qiladi u. Psixotrop tabletga kiradi. Spirtnoy kiradi. Nima kayf qilsa shunga kiradi. Nosni kayf chekmagan odam nos cheksinda emganlaydi. O'rtamiz chekkanda 9-sinfda adashmasam nos chekdi, 3 minut o'tdi-da. Beton bilan mahkamlangan mashina tortsa ham jilmaydigan pirlatgan o'sha voydod pirlatga og'anayotgan o'shalar deganida hech esimizdan chiqmaydi. 16 yoshmidi ekan, kayf qilar ekanda. Sigaret chekmagan odamga ikkita toptiringda tom ketib qoladi. O'rganib qoladi-da. Mana nimaga gerachilar peridozirovka deb o'lib qoladi? Sabab doza ta'sir qilmay qoladi. Hatto gera ham kayf qilmay qo'yadi. Qilavergani uchun. Bu degani siz qilaverganingiz uchun kimdir u kayf bermasa, kayf bermaydi emas u. Beradi. Bermagan taqdirda mana elektron sigaret xo'p kayf qilmaydi. Organizmga zarar zot. Xudo organizmni insonga omonat qilib bergan. Shuning uchun islom o'zi nima, sunnat o'zi nima, odob o'zi nima, taqvo o'zi nima, buni aniq ta'rifini bilib olish kerak. Keyin bir odam haqida keyin xulosa qilish kerak. Taqvoni tilsini bilmaydi, taqvosi yo'q ekan. Odobni osini bilmaydi, odobi yo'q ekan. Yo odobli ekan, yo taqvodor ekan. Taqvo nima o'zi? Tushuntirsiz bilmaydi. Chaqchqirib do'ppi kiyib olish taqvo emas. Ikkita narsa bilan taqvo 100% shakllanadi. 100%. Alloh qilma degan bir necha 10 ishlar bor. Qilmaslik kerak. Ya'ni kayf, o'g'irlik, yolg'on, g'iybat, kazil, chaqimchilik, kibr, o'g'irlik, urush, qon to'kish, birovning ustidan kulish, dilozorlik. Biz mana harom shu ishlar. Ular qilmaslik kerak. Xudo buyurgan bir necha 10 amallar bor. Ya'ni tirikchilik qilish, pul topish, ota-onaga yaxshi qarash, xotin bola-chaqaga yaxshi qarash, namoz o'qish, roza tutish. Mana shularni qilsa, ularni qilmasa bo'ldi. Shu odam taqvodor odam. Ispartifikadagi bo'laveradi. Faqat tor kiyib bo'lmaydi. Tor bo'lsa shalvar ham kiyib bo'lmaydi. Bularni bilinmasi kerak. Kiyilgan narsa keng bo'lishi kerak. Keng bo'lsa spartika mumkin, dublyonka, cho'tki dublyonkalar chiqqan. Endi tonlar u biz rivojlanmagan paytimizda chiqqan. Ton bu ko'vish. Hozir skicher surganda, misol men ko'vish kiymayman. Zo'r tufli yo zo'r skicher kiyman. Chunki gunoh emas-da. Ali man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum degan hadisni bir balolan tashashadi hayron olaman. Kim qaysi qavmga o'zini o'xshasa o'shandandir. Xo'p, u hadis nima degani? Boshqa qavmda diniy libos aytilgan edi. Diniy libos. Diniy basl libosi mana yaqinda maykamizgacha Xitoydagi kiyib yuradi o'shani deyotganlar o'zi. Unda nima bo'ladi? Boshqa joy o'zi bir ilm fani rivojlanib bitta moda chiroyli ustoz chiqarsa, uni kiyish hech ham yomon emas.
Norga telbay xat chiqargan ekan bo'lmasa. Sattoshna deydiganlar Norgani $500 kiyib oladi o'zi. Hech kim o'zi kasga kiyib olmasa. Kiyma bo'lmasa, Norga xatniki. Norga Rossiyaniki. To'g'ri gapda, odam o'zidan kelib chiqib dinga ta'rif bermas kerak. Bitta mustahab amalni qildiraman deb xalq qiynamas kerak. Men debdi bir qilsa savob, qilmasa gunohi yo'q ishni qildi. Masalan, abdastlarda suv olib kelib, hojatga kirib yuvish mustahab amal. Abdastda suv olib kirmasa gunohkor bo'lmaydi. Shuni qildiraman deb bir narsalar deb suv olib kirmasa so'kib, endi sog'lig'i ko'tarmayotgan, balki shashilayotgan bo'lishi mumkin. Do'ppi kiydiraman deb, do'ppi kiysa yaxshi. Payg'ambar alayhisalom kiyganlar. Xo'p, gapmi? Payg'ambarimiz kiymaganlarni qo'limni ushlamasin do'ppini to'g'risi. Rasululloh kiyganlar shu kiyaman. Kiymasa nima bo'ladi? Gunohkor bo'lmaydi. Kiysa nima bo'ladi? Kiysa endi odob. Namozda endi kiyish kerak. Sabab Rasululloh yalang'och namoz o'qimagan. Vahobiylar bid'at deydi-yu. Boshing bid'at emas, mabodo shitda vahobiy odamlar bo'lsa, bid'at emas. Bid'at demaslik kerak, chunki Rasululloh alayhissalom qilgan ishlari, sahobalar qilgan ishlari bid'at deb bo'lmaydi. Shu azlar ko'p gapirib qo'ydim shekilli. Mayli, endi mana zapis bor, yoqmay qo'ygan joy bo'lsa bemalol mulohaza qilib, o'zlarining dillaring ularga ahli ilmga olib borib qo'yib, noto'g'ri joyini topsa, adresini aytsangiz bo'ldi, o'zim borib gaplashib olaman. Mana shu gapni noto'g'ri deb siz qora ekan ustoz. Shu isbotlab bersangiz, keyin yana kelganimda keyingi bir mavzuda aytaman, shu noto'g'ri gapni, mana dalil, mana isbot. Lekin men libbo gapimga isbotlab beraman. Do'ppi, soqol, taqvoli belgisi bas degan gapimga javob beraman. Nechta soqolli mashina kerak? 300 tagacha topib beraman. Men savdogar odamman. O'zi mingta ham bor, 300 taga javobli. Nechta mashina hoji kerak? Uni 500 tagacha topib beraman. Lekin hajga bormagan misol ish yuzasidan soqol qo'ymaydi, lekin birovni haqqini yemaydi, g'iybat qilmaydi. Namoz cho'tki payt o'z joyida, birovni keliniga, xotiniga go'laymaydi, kibr qilmaydi, kazyo'lik, chaqimchilik qilmaydi, birovni haqqini yemaydi. Mana shu taqvo. Bu gapga javob beraman. Chunki gapiga javob berish kerak-ku, to'g'rimi? Men javob beraman. Chunki zapisi juda qattiq turaman men. Kamerachilar keling zapis qiling deyman. Yo'qsa men telefon bir emas, ikkita olib yuraman men. Bittasi internet tarmog'imga, bittasi alo-aloga. Menga ikkita kerak telefon. Bo'lmam zo'ri kerak. Ijtimoiy tarmoqqa bizga zo'r kачественный texnikalar kerak bizga. O'g'li qanaqa telefonga beraykin deyotganlar bo'lsa, deyman. Razmerim 43 ayol deydi-yu. Hazil qilib aytib olamiz-da, chin gaplar. Sog' bo'linglar. Xonakalarimiz Qur'on o'qib bersa, keyin hozirga duo qilib berasiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا واغفر لنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Radiyora o'zini muqaddas mo'jizalar to ro'zi qiyomatgacha tuganmas kalomiy Qur'oni Karim xatmlari, tilovatlari, bu samimiy, go'zal ma'ruzalar, haqiqiy mana chiroyli Payg'ambar alayhisalom sunnatlari bo'lgan haqiqiy ihsonlar dargohingda qabul maqbul aylagin. Biz o'qigan, eshitgan, o'qitgan barchalarimizni qalblarimizni Qur'oni Karim nurlariga to'ldirgan, iymon nurlari bilan munavvar muattar qilgan, Qur'oni Karim hidoyatlardan, barakotlardan, shafoatlardan hammalarimizga nasib aylagin. Ana ustozimiz aytib o'tganlaridek Qur'oni Karimni o'qish oson, eshitish oson. Radiyora uni amal qilishga kelganda hammamiz o'ylanib qolamiz. Chiroyli amal qilib Qur'oni Karim hammamizni foydamizga hujjat bo'lishini nasib aylagin. Savob samarotlarni janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ruhlariga, hamda o'tgan payg'ambarlar, aziz avliyolar, sahoba ikrom, mo'min mo'minot, muslimotlar barchalarini, xususan xonadon, ehson egalari, to'y egalari, ozakalarimiz, ojonalarimizni boqib, tarbiyalab, kamolga yetkazib, qoyim maqom qilib, mana odamlarga manfaat yetkazadigan yaxshi insonlar qilib qoldirib o'tib ketgan volidai mehribonlari, padar buzrukvorlari, avlod, ajdod, jigar, bag'ir, xish, aqrabolar, xudoandalar, pir ustozlarimiz, buyuk zotlar, shu xonadonda avvaling oxiring umidvor o'tgan marhuma mehribonlarini ruhlariga bag'ishladik. Barchalarini rahmat, mag'firat shoista jannat qilgan, ruhlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Nabiralariga qilayotgan aqiqalari Hazrat Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Imom Hasan, Imom Husaynlarga qilgan aqiqalaridan bo'lsin. Parvardigoro to'y bolalar jiyanlarimiz kamolga yetsin, xalqimizga, vatanimizga, dinimizga xizmatlar qilib beradigan, hammadan otangga rahmat, oq sut bergan onangga rahmat deb rahmatlar, duolar beradigan, ko'rganda ko'zlar quvonadigan, butun olamga manfaat yetkazadigan zabardast olim yigitlar bo'lib ko'p qatorida katta bo'lsin. Parvardigoro bizni mana yayrab maza qilib ma'ruza eshitdik, maza qilib tilovat eshitdik, maza qilib mana eng shirin taomlarni tanovul qildik. Yo'ligimizni, tirigimizni aziz bo'lishligida sababchi bo'lgan aziz jonajon ona vatanimizni tinchligini doimo qoyim, barqaror, bardavom qilgin. O'zbekistonimiz gullab yashnasin. Butun olamga xalqini baxt saodati bilan, tinchlik farovonligi bilan, ilm, bilim, odobi, axloqi bilan o'sha ajdodlarimiz singari namuna ibrat bo'ladigan jannat makon go'shalardan bo'lishini nasib aylagin. Ya Rabbi, hamma bemorlarimizga shifo komil ato qilgin. Safardagi omonatlarimizni salomat, barakalar bilan kelishini nasib aylagin. To'yga tashrif qudum qilib kelgan ustozlarimiz, aka-ukalarimizni, xususan hamma mana mehmonlarimizni, otalarimiz, aka-ukalarimiz, birodarlarimizni qudumlariga hasanot ato qilgin. Xizmat qilayotgan erkak va ayol, yosh yuqori bandalarga shunaqa ulug' to'ylar, yaxshi kelin-kuyovlar ko'rishlarini nasib etgin. To'ygalar mana domla ajoyib xizmatlarni qilishadi. O yarim kechada ham biz Ulug'boshiga kelgan mehmonlarni bular hurmatini qilishib,
o'zimiz bolalarimiz bilan sport bilan shug'ullanayotganlar bormi, kim bo'lsa chiqib ularni dasturxonidan tanovul qilib haqlariga duo qiladi. Puli borga ham beradi, yo'qqa ham beradi. Alloh taologa bularni shunday chiroyli qilib xalqqa xizmat qiladigan qo'ygan ota-onalari uzoq yillar rohatlarini ko'rsin. Parvardigor olam bularni bolalari endi siz aytgan eng zo'r qo'mondon, eng mohir posbon, eng mohir olim, eng mohir qorilar bo'lishini Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo xonadonlarni obod qilib, onalarni iymonlarini salomat qilib, aka-uka, opa-singillar bilan sog' salomat, tinch omon bo'lib, uzoq yillar huzur halovat, toat ibodatda Xudo rozi bo'ladigan, toyiba, shukrona, pokiza hayotlar kechirishlarini nasib etsin.